Assalomu alaykum, o'rtoqlar. Biz bu videoda qanaqa qilib test yaratish haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, qarang, o'rtoqlar, saytga kirgan paytingizda birinchi mana bu sahifa ochiladi, to'g'rimi? Ya'ni login qilib ichkariga kirsangiz, saytga mana bu sahifa ochildi. Va shu yerda mana bu demak yashil maydonda o'rtoqlar, imtihongacha qancha kun qolganligini, qancha vaqt qolganligini ko'rsatib turadi va bir kunda nechta keys ishlashingiz kerakligini ko'rsatib turadi. Agar siz imtihon topshirish sanangizni kiritgan bo'lsangiz bu maydonga. Agarda hali kiritmagan bo'lsangiz, bu yerda imtihon sanangizni belgilab qo'ying degan yozuq chiqadi shu ma'nodagi. Yaxshi, endi biz ekranni xohlagan birorta joyga bossak, bu demak oyna yopildi va mana bu demak sahifa ochildi to'liq bo'lib, to'g'rimi? Endi qarang, test rejimi. Test rejimi ikki xil. Standart rejim bor, jang qilish rejimi bor. Endi bularni bir-biridan farqi, standart rejim bu bitta o'zingiz shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, bu rejimdan foydalansangiz bo'ladi. Jang qilish rejimi bo'lsa, bu do'stlaringiz bilan xuddi battle rejimida bir xil savollarni ishlash uchun, ya'ni battle qilinadi deb yoqdi. O'rtog'ingiz yaratgan test bilan, ya'ni o'rtog'ingiz ishlayotgan savollar ketma-ketligi va sizni ishlayotgan testingizdagi savollar ketma-ketligi bir xil bo'ladi jang qilish rejimida va bir-biringiz bilan savollarni solishtirib ishlashingiz mumkin. Bu haqda hali tushuntirib beraman. Хорошо. Demak, standart rejimi. Bu yoqda o'rtoqlar, test yaratish uchun xohlagan bu yoqda birinchi test maydonini, testni nomini kiritib qo'yishingiz mumkin. Olaylikki, anatomiya bo'yicha test ishlash. Kiritib qo'yasiz. Keling, mana bunaqa yozib qo'yaman. Anatomiya bo'yicha. Xohlang anatomiya, mana keling, anatomiya birinchi blok deb qo'yaman. Vot, kiritdim. Endi bu yoqda testni rejimi bor, o'rtoqlar. Qanaqa rejimda ishlash? O'rganuvchi rejimidami yoki vaqtga qo'yibmi? Qarang, o'rganuvchi rejimi bu cheksiz, ya'ni vaqt o'sib boraveradi. Siz u yoqda o'rganasiz. Masalan, bitta savolga javob berasizda, o'sha savol nimaga to'g'ri edi, nimaga noto'g'ri edi, pastdan o'qib o'rganib olasiz. Bu yoqda vaqtga qaramaysiz. Siz o'rganishga e'tibor qaratyapsiz. Bu yoqdagi vaqtga qo'yish rejimi bo'lsa, bunda vaqt muhim, chunki vaqt kamayib boradi va vaqt tugagan paytda avtomatik test yakunlanib, sizning rezultatingiz chiqadi. Bu xuddi imtihonni imitatsiya qilish uchun kerak bo'ladi. Imtihonga o'xshash rejim bu. Xo'p, dastlab o'rganuvchi rejimidan foydalanishni maslahat beraman. Hozir shu rejimda test yaratib ko'ramiz, qarang. Masalan, pastda yana savollarni belgilash rejimi bor. Bu yoqda savollarni mavzular asosida belgilab olishingiz mumkin. Masalan, olaylikki, faqat ishlanmagan savollarni ishlamoqchi bo'lsangiz, bu tugmani bosasiz. Agar avval test ishlagansizda va qaysidir savollarga noto'g'ri javob bergansiz, mana bu rejimga kelib tushadi. Noto'g'ri savollar asosida noto'g'ri javob bergan savollaringizni qayta ishlash bu. Yoki avval savollarga to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, ular bu yoqda ko'rinadi. Mana shu rejimda ishlaysiz. Agar avvalgi yaratgan testlaringizda qanchadir savolni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, ana o'shalarni belgilab ishlash mumkin bu yoqda. Endi mana bu belgilangan rejim esa avvalgi ishlagan testingizda qaysidir savolga javob bergansiz-u, lekin o'sha savol sizga juda ham qiyinlik qilib qolgan. Uni yana qayta ko'rishni xohlagansiz va shu sababdan o'sha test sahifasida bayroqcha belgisini bosib ketgansiz qizil qilib. Va o'sha savol bu yoqda belgilangan rejimiga tushadi. Va takrorlab olasiz bu rejim orqali test yaratib. Shunaqa. Endi hozirgi paytda men avval hech qanaqa yaratgan testim yo'q bo'lganligi uchun hammasi 0 bo'lib turibdi. Ishlanmaganlar, demak, hamma savollarni tashkil qilib turibdi. Keling, bu yoqda hammasi rejimida test yaratib ko'raman. Masalan, anatomiyani belgilayman-da. Anatomiyani fanlardan, tizimlar bo'yicha esa yurak qon tomir tizimini belgilab ko'raman. Qarang, bu yoqda hammasini belgilashim mumkin yurak qon tomiri. Va bunda yurak qon tomir demak tizimi bo'yicha bu sistemani tarkibidagi hamma mavzular belgilandi. Lekin men hamma mavzuni hali o'qimagan bo'lsam, nima qilaman? Men bu yerdan bu znachkani olib tashlayman-da, faqat o'zimga kerak bo'lgan temani belgilayman. Masalan, olaylikki, normal struktura va funksiyasi mavzusini yaqinda o'rganib bo'lgandim. Shuni endi testlarini ishlamoqchiman. Belgiladim. Vot. Bo'ldi. Demak, fan bo'yicha belgiladim, tizim bo'yicha belgiladim. Va shu yerdan test yaratish qilsam, test yaratiladi. Endi yana bir e'tiborli tomoni o'rtoqlar, hozir bu yerda maksimal ishlash mumkin bo'lgan savollar soni 40 ta. Lekin hozir siz test yaratishni bossangiz, 40 ta savol ochilmaydi, chunki bu yoqda belgilagan savollaringiz 14 ta-ku. Demak, faqat 14 ta savol ochiladi. Mana bu yoqda ko'rasiz, nechta savol hozir yaratilishini. Tushundingizmi? Bu 40 taga chalg'imang. Bu maksimal yaratish mumkin bo'lgan savollar soni. Hozirgi maksimum bu yoqda 14 ta. Shuning uchun 14 ni ko'rsatyapti. Yaxshi. Endi bu belgilab
yaratish savollarini. Agar kimki xohlasa, hamma mavzularni, ya'ni hamma fan va hamma tizimlarni tugatgan bo'lsa va aralash qilib test yaratmoqchi bo'lsa, unda barchasini belgilash, bu yoqdan fanlarni hammasini belgilaydi, tizimlarni hammasini belgilaydi va keyin 40 ta savol yaratib, bittadan blok qilib ishlaydi. Unaqa rejim ham unaqa qilib yaratsa ham bo'ladi. Buni aralash qilib test ishlash deyiladi. Hamma fanlar bo'yicha. Yaxshi, bu haqda hali gaplashamiz. Demak, hozir 14 ta savolni yaratib ko'raman. Qanaqa qilib test yaratishni. Vot, o'rtoqlar, mana test yaratildi. Vot, va test ochildi. Endi test yaratilgandan keyin birinchi interfeysni to'g'rilab olaman, ya'ni ko'rinishini. Sahifani ko'rinishi sizga yoqmayapti deylik. Bu jigarrang, ko'zni og'ritmaydigan rejimda turibdi hozir. Agar siz rejimni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana bu nastroyka qismiga boring, settings. Bossangiz, shu yerda yorqin, tungi rejim va jigarrang, ko'zni og'ritmaydigan sepia deydi buni. Mana shu rejim bor. Agar yorqinni belgilasak, mana o'rtoqlar, saytning ko'rinishi o'zgardi. Vot. Shunaqa. Kimdir xohlasaki, qora rejimni tanlamoqchi bo'lsa, unda mana bunaqa qora rejimda ishlaydi. Yaxshi, hozir men bu misolda ko'rsataman, chunki bu ko'zni og'ritmaydigan rejim. Yaxshi, endi savollarni o'rtoqlar, mana hozir bu yoqda demak ingliz tilida turibdi. Vot. Agar xohlasangiz, tarjima qilmoqchi bo'lsangiz, o'zbekchani bosing, mana bu burchakdagi va o'zbek tiliga o'giriladi. Shunaqa. Yaxshi, bu o'rtoqlar testni ishlash. Endi birorta savolga javob bersangiz, vot mana javobim to'g'ri yoki noto'g'riligini pastda ko'rsatdi. Va bu yoqda motivatsion gaplar ham chiqadi. Shunaqa. Va mana masalan shu yerda belgilagan javobingiz masalan D javobi, lekin to'g'ri javob B ekan. Vot, endi ko'rish kerak, nimaga D javob noto'g'ri bo'ldi? Pastdan o'qib qo'yaman. Nimaga B javob to'g'ri, nimaga D javob noto'g'ri? Men o'rganib qo'yishim kerak. Ana o'shanda bu keys foydali bo'lgan bo'ladi. Va pastga tushamanda, nimaga to'g'ri, nimaga noto'g'riligini hammasini o'rganib chiqaman. Vot, shunaqa. Agar menga bu ingliz tilida o'rganish noqulay bo'lsa, o'zbekcha tugmasini bosaman, o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Shunaqa. Vot. O'ylashimcha o'rtoqlar, bu yoqda muammo yo'q. Testni bu yaratib ishlash haqida edi. Keyingi videolarda har bir funksionallikka bitta-bitta to'xtalib tushuntirib o'taman. Hozircha shu. Hammaga rahmat. Charchamanglar.